Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun bitta yaxshi niyat bilan xudo xolasa videoni olyapmiz. Hozir buni chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bu yerda mana Ahrorjon akamiz bor. Qishlog'imizda bemor bo'lib qolishibdi, jigar sirrozi bilan. Ko'rishingiz mumkin. Mana karta raqamlarini yozganmiz. Xudo xolasa ertaga jumaga ehsonga harakat qilyapti. Mana shuncha birodarlar, hammasi jannatda umidi bor insonlar. Hammasini ko'nglida yaxshi niyatlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana hamma ertaga mana to'planishib jumaga ehsonga chiqib ketyapti mana. Bu yerda Dilshod akam bilan mana o'zimiz mahallani faollari turibdi. Qo'ldan kelgancha shu videoni yaqin birodarlarga jo'natib, podelitsiya qilib yuborsalaring, jo'natish ham ehson hisoblanadi. Xudo xolasa qancha ko'p ko'rilsa, kimnidir niyati bo'ladi ehson qilishga. Hammalaringdan umidimiz katta. Xudo xolasa mana shuncha odamni harakati bilan, duosi bilan yaxshi bo'ladi. Akamizni ham jo'natib yuborsak, bemor akamiz ham sog'ayib, farzandlarning baxtiga, oilasini baxtiga eson-omon qaytib olsa, Xudo xolasa hammalaringga yana bir chiroyli qilib duo beramiz. Rahmat hammalaringga. Sababchi bo'lasizlar oilalarga. Alloh rozi bo'lsin mana shu qilgan nimalaringizdan, ehsonlaringizdan hammalaringga ming rahmat. Qani akalar, ukalar mana shu akamizga Xudo xolasa bir Alloh shifo bersin, bir chiroyli qilib jo'natib yuboraylik shu akamizni Hindistonga. Hammalaringga rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.